Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'r betiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun qo'limda dangliq yozuvchi, obzorchi Yalqin Ro'zining Uyg'unayotgan ajdod ruhi nomli maqola obzorlar to'plami. O'zingizlarga sunmoqchi bo'lganim Kuyayotgan yurak. Pishqadam inqilobchi va jamoat arbobi Muhammad Emin Umarov haqida degan maqola. Xo'sh. Ilova. Men Muhammad Emin Umarov apandi bilan 1995-yil yozda Urumchida tanishdim. Umarov apandi shu chaqda munosabatlik o'rinlarga 1945-yili Sheyxuni ozod qilish urushida qurbon bo'lgan 711 milliy armiya ofitser jangchisiga xotir munar tiklashga ijozat elish iltimosini sunib, javobini saqlab yotgan ekan. Yanada Naqshchi Izzatning dadisi, Shinjang xalq radio stansiyasining pensioneri Ilyas apandi bor edi. Biz Dönkörekdagi bir xuzu hoylisiga echib olgan bir qavatli koni mehmonxonada uchrashib, 2 soat paranglashibla sirdoshlardan bo'lishib ketgan edik. Umarov apandi tunji uchrashishdilar menda cho'nqur ta'sir qoldirgan edi. Umarov apandi o'ttiri bo'y, o'ruq, pokiz, ratlik kiyinib yuradigan, zehni ochiq, xarakteri umidvor, so'z jumlalaridan notiqligi bilinib turadigan, o'zini emas, o'zgalarnila o'ylaydigan bo'y ekan. Umarov aka iltimosiga javob berish uchun sharoitidan eg'iz ochqili bo'lmaydigan heliqi mehmonxonada biror oycha yotdi. Bu jarayonda ko'p qitim paranglashdik. Har qitimda Ilyas apandi birga edi. Umarov apandi mendek to'xtamay uni buni so'raydigan yosh og'inasiga amroq bo'lib qoldi bo'lg'ay 1940 va 1950 yillardagi ishlar va odamlar to'g'riliq so'zlab beradi. Bir qitim o'zining 23 yoshida G'ani Boturning tartib intizom deganini bilmaydigan, tartib intizom to'g'risida so'zlagan odamni tillaydigan, og'zi bezab, aroqqa amrab, xotin qizlarning gapini qiladigan. Ammo jang desa, jimi narsani unutadigan partizanlarga ideyaviy xizmat ishlashga mas'ul qilib belgilanganda, G'ani Boturni qanday qilib tartib intizomga ahamiyat berishga qoyil qilib, boshqalarni hayron qoldirganligini jonliq, qiziqarli, ta'sirli so'zlab bergan edi. Umarov apandi har uchrashganda milliy inqilobga munosabatlik hikoyalarni so'zlamay qo'ymaydi. Men bu koni inqilobchining yurakidagi o'tning o'chmaganligiga hayron edim. Shu chaqda men Shinjang Ma'rif gazetida ishlayotgan bo'lg'achqa, Kuyayotgan yurak degan mavzuda Umarov apandining hayot musofasini qisqacha yezib e'lon qilishni o'yladim. Natijada maqola yezilib, mazkur gazetning 1995-yili 8-oyning 8-kundagi sonida e'lon qilindi. Keyingi kunlarda men G'uljiq o'ssam, Umarov apandi Urumchiga kelsa, izdishib, sirdishib turadigan bo'ldi. Bu o't yurak odam 2010-yili 11-oyning 23-kuni 88 yoshida G'uljida olamdan o'tdi. Men bu qaysar inqilobchining hayoti to'g'risidagi oddiy maqolamni bu qitim nashrga tayyorlangan Uyg'unayotgan ajdod ruhi degan kitobimga kirgizish orqali marhumga bo'lgan hurmatim va sig'inishimni bildirishni loyiq topdim. Bu yerda bir parcha rasm borki, avtorning Umarov apandi va Ilyas apandi bilan tushgan suratdir. Aniq ko'rindiki. Xo'sh, boshlaylik. Mustahkam e'tiqod va qat'iy irodaga ega 73 yoshlik bir bovay bizni o'zining shimolning dalolarida erkinlik uchun qon kashgan növar chaqlari. Xalqning chaqiri bo'lib, tinimsiz ishlagan yoshlik chaqlari. Qorong'u kamerlarda mahbus bo'lib, azar yegan qaran chaqlari.
va millat uchun maktab qurib, maarif ishlari bilan shug'ullangan mo'ysbit chog'lari bilan tonishib chiqishga undamoqda. Bizdek ko'rgan bilgini az yoshlar uchun aytganda, o'zining umr musofasini ajoyib qismatlar bilan bezigan bir bovayning hayot sarguzashtisi bilan qisqacha bo'lsa-mu tonishib chiqish haqiqatan ahamiyatli ish hisoblanadi. Muhammad Emin Ömerov 1922-yili Suydong noyisida Mozduz oilasida dunyoga kelgan. 1938-yili Ili gimnaziyasini tamamlab Suydong noyisida o'qituvchi bo'lgan. 1944-yili Ilida ezilgan xalqning erkinlik uchun elib borgan inqilobi boshlanganda partizan bo'lib, Chilpangzini ozod qilish urushiga qatnashgan. 1945-yili 2-oyda G'ani Batur boshchiligidagi partizanlar atirtiga qatnashib, Arshangni ozod qilish urushiga qatnashgan. 1945-yili 3 viloyat milliy armiyasi qurilganda Suydong 1-piyodalar polkining siyosiy bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan. 3 viloyat inqilobi mazgildagi eng mashhur urushlarning biri Shexoni ozod qilish urushiga qatnashgan. Hamda bu qitimqi urushda mardlarcha qurbon bo'lgan 711 ofitser jangchining meyitini dafn qilishga yetakchilik qilgan. Shexo urushidan keyin u polkning siyosiy komissari bo'lib ishlagan. 1946-yili 6-oyda G'ulja piyodalar 2-polkaga yo'tkilib siyosiy komissarlik vazifasini o'tagan. Ayni vaqtda bu polk O'rmonbog'da, ya'ni hozir Yansixay deb atilayotgan joyda turadi. Muhammad Emin Ömerov bu yerda polkning ijtimoiy ta'lim-tarbiya xizmatlarini mohirlik bilan ishlab, qismda ajoyib jonlanish vaziyatini shakllantirgan. Ayni vaqtda bu qism oldingi safga o'rinlashgan bo'lg'ashqa har vaqt o'sharlik bilan urushga jiddiy tayyorlik holatida turadi. Harbiy insonni mustahkamlash uzildirmay da'vat qilinadi. Shundaq sharoitda qismning real ahvoliga moslashtirib, siyosiy ta'lim-tarbiyani qandoq elib berish siyosiy komissar bo'lgan kishidan yuqori tashkillash mahorati talab qiladi. Muhammad Emin Ömerov jangchilarning madaniyat saviyasini yuqori ko'tarish uchun tantarbiya, adabiyot, san'at, savod chiqarish faoliyatlarini qanot yaydirgan. Jangchilarning vatanparvarlik hissiyotini urg'utish uchun harbiy turmush va urush mazmun qilingan bir ikki pardalik sahna asarlarini o'rinlashga tashkillagan. 35 kishidan tarkib topgan musiqiy atirti tashkil qilgan. Ahmadjon Qosimi, Abdukarim Abbosov, general Ishoq Beklarning O'rmonbog'da qismni ko'zdan kechirganda bu polkning ma'naviy madaniyat ishlarining jonliqligini ko'rib, ularni qizg'in tabriklagan. Xalqning ozodligi va hurlik uchun tillarda doston bo'lg'udak g'alabalik yurishlarni qilib, butkul dunyoning diqqatini o'ziga jalb qilgan 3 viloyat milliy armiyasi 1949-yili Jungo Xalq Ozodlik armiyasining 5-korpusi bo'lib tashkil qilingan. Bu korpus 2 diviziyaga bo'linib, 13-diviziya Janubiy Shinjonga, 14-diviziya Shimoliy Shinjonga o'rinlashtirilgan. Muhammad Emin Ömerov shu chaqda Shimoliy Shinjonda turishliq 14-diviziyaning muavin siyosiy komissari bo'lib tayinlandi. 1951-yili Şinjan harbiy rayoni milliy armiya kadrlarini tarbiyalash uchun 1 yillik birinchi qaror siyosiy o'rganish kursi ochganda Muhammad Emin Ömerov kursga qatnashgan hamda ikkinchi qaror kursga ta'lim-tarbiya boshlig'i bo'lgan. 1952-yilning oxiri sobiq Şinjan o'lkalik xalq hukumati va kadrlar nazoratining talabi bo'yicha ma'muriy xizmatga yo'tkab o'rinlashtirilgan polk
dərəcəlikdən yuqori 30 kadrның qatarda G'ul şəhərlik xalq hökumətiga muavin başlıq, qo'shimcha hökumət başlığı bo'lib tayinlangan. 30 yoshga kirgan chaqda xalqning chakiri bo'lish baxtiga muyassar bo'lgan Muhammad Emin Umarov o'zining yuqori obro'yi, kuchlik ommaviy asosi, pishqan rahbarlik san'ati bilan G'ul shahrining xizmatlarini, bo'libmi ma'rifni rivojlantirish va shahar qurilish jihatidagi xizmatlarini kuchab ishlab, xalqning himoyasiga erishgan. Bo'libmi u yer islohoti va sotsialistik o'zgartirish harakatlarida siyosatni jonli holda o'z joyining amaliyatiga birlashtirib ishlab, xizmatni iloji bor xalq manfaati maydonida turib ishlagashga, G'ul shahri doirasida cho'ng yer mulk egalarini qamaydigan, otadigan harakatlar yuz bermagan. Butkul Jungo miqyosida chekidan oshgan so'lchillik qo'yini ko'tarilib, haq nohaq ostin ustin qilinishqa, yaxshi yomon aralashtirilib etishga boshlagan 50-yillarning oxirgi mezgillardagi xato siyosiy harakatda, ya'ni yerlik millatchilik va o'ngchillarga qarshi harakatda Muhammad Emin Umarov millatchi degan qalpoq bilan muddatli 15 yillik jazo hukm qilinib, turmaga tashlangan. U turmada haqiqatning hamon g'olib keladiganligiga, adolatning hamon o'z kuchini namoyon qildiganligiga cho'nqir ishinib, irodasini ozroqmi bo'shashtirmay, e'tiqodidan tavranmay, qo'yin daftariga mundaq misralarni yezib, o'ziga tasalli bergan. Odamiy bo'lmoqlik bir mushkul sinoq, homini bir o'lim, og'ma har yana. Rastçıl bol, yalğandın oq bo'lur qara, haqiqat yo'lida turg'in mardoni. Odamiy bo'lmoqlik bir mushkul sinoq, homini bir o'lim, og'ma har yana. Rastçıl bol, yalğandın oq bo'lur qara, haqiqat yo'lida turg'in mardoni. Gerçi o 15 yıllık jazo muddatini to'shqizgan bo'lsa-mu, lekin uning turmadan chiqadigan vaqti 1974-yil, ya'ni madaniyat zo'r inqilobiy yillarga to'g'ri kelib qolg'ashqa to'xtatib qo'yilib, 1976-yil madaniyat zo'r inqilobi og'irlashganda andin oilasiga qaytgan. 1983-yil xizmat tarixi, darajasi va ish haqi qatorliqlar asliga keltirilib, dam olishga chiqqan. Tomurida jangchiga xos jo'shqin qon to'lqinlab turadigan, yuragi xalq uchun lavuldab ko'yib turadigan bu odam o'zining yashinib mo'ysipit bo'lib qolganligiga tan bergisi kelmay, dam olishga chiqqan dastlabki 1-2 yilda qalamni qo'liga elib, bir turkum tarixiy aslima va kitoblarni yezib, avtonom rayonimizdagi turli gazet jurnallarda va nashriyotlarda nashr qildirib, 3 viloyat milliy inqilobiy mazgildagi unutulg'usiz voqealarni va bu inqilobning suyumli rahbarlariga oid muhim ishlarni inchiklik bilan yo'ritib berib, keng ommaning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Bo'libmi uning Eli gazetida e'lon qilingan Ahmadjon Qosimi O'rmon bog'da nomli aslimasi, Eli daryosi jurnalida e'lon qilingan Shixo urushi va uning oxirgi kuni nomli aslimasi, Guldasta majmuasida e'lon qilingan 11 bitim va uning jarayoni nomli aslimasi va Shinjong yoshlar o'smirlar nashriyot nashr qilgan Ahmadjon Qosimi nomli kitobi jamiyatda nihoyatda yaxshi ta'sir paydo qilgan. Muhammad Umarov ishlagan sari g'ayratga kelib, o'zining tashkillash qobiliyatini to'liq ishga solib, texnik ahamiyatli ishlarni vujudga chiqarish ustida izlangan. 1984-yili G'ul shaharlik ma'rif idorasining kadri G'ofur Zohid ishki o'lkalarni ekskursiya qilib qaytib,
Kelgandan keyin u yerlarda ijtimoiy kuchlar boshqurishidagi har darajalik maktablarning ko'plab borliqqa kelganligi haqidagi xabarni elib kelgan. Ayni vaqtda G'ul shahrida ish kutib turgan yoshlar ko'p bo'lib, bular jamiyatga, ota-onalarga zo'r besim paydo qilgan edi. Əmgək kuchiga ehtiyojli o'rinlar bo'lsa, o'zlarining talabiga to'shadigan ishchilarga ehtiyojli edi. Bu ziddiyatni hal qilish uchun ijtimoiy texnikum maktabidan birini qurib, ish kutib turgan yoshlarni turli kasblar bo'yicha tarbiyalash zaruriyati tug'ilgan edi. Muhammad Emin Umarov bilan G'upir Zohid ikkilan jiddiy holda vaqtni qo'ldan bermasligimiz kerak degan qarorga kelib, oldi bilan elidagi dam olishga, pensiyaga chiqqan obro'li mo'tavarlardan Teyipcan Hadi, To'xti Ibrohim, Qurbon Niyoz qatorliqlari bilan suhbatlashib, maktab qurish loyihasini bekitgan. Ikkinchi qadamda munosabatli o'rin va rahbarlarning yaqindan yordamda bo'lishini, keng jamoatchilikning qo'llashini qo'lga keltirib 1985-yil 3-oyning 10-kuni rasmiy o'qish boshlagan. Maktab nomini G'ulji shaharlik ijtimoiy kasbiy texnikum deb bekitgan. Maktabda birinchi yillar 14 xil kasb bo'yicha 22 sinfga 1200 o'quvchi qabul qilgan. Maktabning boshqarish, ta'lim-tarbiya, o'qitish ishlari kunsari mukammallashib, jamiyatda xilali yuqori obro'ga erishgan. Muhammad Emin Umarov maktabning mudirlik vazifasini ustiga oldi. Maktabning qurilishiga bevosita kuch chiqargan Muhammad Emin Umarov qatorliq mo'tabarlar maktabga haqsiz ishlaydiganliklarini bildirib, maktabning turli xizmatlariga haqiqiy ko'ngil bo'lishgan. 1987-yili Ili viloyati bo'yicha to'hfikorlarni mukofotlash yig'inida Muhammad Emin Umarov maktab tashkiliga vakolatan to'hfikorlar qatorida taqdirlangan ham shu yili avtonom rayon bo'yicha o'tkazilgan to'hfikorlar yig'iniga qatnashib taqdirlangan. Yig'in mezgilida Shinjon xalq radio stansiyasi xabarlar bo'limining muxbiri Zuhra Barat bilan o'tkazgan radio suhbati radioda anlatilgan. Muhammad Emin Umarov bu yil 73 yoshga kirgan bo'lsa-mu, lekin yanala xalqning ishlari uchun xolisona ishlaydigan oliyjanob ruhini so'slashtirib qo'ygani yo'q. Muhammad Emin Umarov hozir uch viloyat milliy inqilobiy mazgilda har qaysi urush maydonlarida erkinlik uchun aziz jonlardan ayrilgan inqilobiy qurbonlarga xotira munari yostish orzusida munosabatli o'rinlarning ruxsatini elish va qo'llashini qo'lga keltirish uchun tirishmoqda. Muhammad Emin Umarov odatda o'zining his tuyg'usini qo'yun daftariga misralar orqali bitishni odat qilgan. Bu o't yurak inqilobchi va jamoat arbobining qo'yun daftariga yozib olgan tövandagi ikki kuplet she'ri bizga uning oxirgi tiniqig'icha xalq uchun ishlaydigan fidokorona ruhini, oliyjanob xislatini va qat'iy e'tiqodiy tavranmas irodasini namoyon qilib berdi. Har yili har kimga mehmondir bahor. Tepishmoq bo'pqalari umr degan ham. Mükchaygan gavdida bir o'tliq yurak. Hayotga beg'ishlar yenicha bir tan. Quyoshdek chaqnag'in yomash cho'qqiga. Avloding izingdin daljimay mangsun. Tavranmas iroda bo'lsin sana yar. Ko'ksingda al ishqi lavildab yansin. 1995-yili yozildi. Bu yerda bir parcha ayrim rasm ekan. Mana Umarov apandininki yolg'iz rasm.
Nima degan qaysar kishi ha? Ayni vaqtda marhum atamizning 711 nafar milliy armiya ofitser jangchilarining xotirasiga munor tiklash ijozatiga erishmaganligini bilmayman. Ammo bu xildagi ijozatlarga erishish imkoniyati yo'q deyarlik deb o'ylayman. Yalqın Rozning bu maqolasi orqali shaxsan men ilgari o'zim bilmaydigan dangliq bir qaysar kishi bilan tanishdim deb o'ylayman. Yalqın Rozi o'zining kuchlik obzorlari bilan emas, mana mush xildagi maqolalar orqali odamni nihoyat cho'nqur o'yga soladi. Kitap o'qish munbirimizda Yalqın Rozining xeyli ko'p asarlari o'qildi. Vaqtinglar chiqqanda bir anglab baqsanglar bo'ladi. Ma'qul amsa bugungi kitap o'qishimiz mushakichi bo'lsin. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.